Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yaxshimsizlar? Yaxshimsizlar. Bugun 2021-yil 1-oyning 24-kuni yakshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 12-oyning 12 kuni. Xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Bugungi xabarlarimizning muhim mazmunlari tuvandikicha. Abdunum rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti, Abdunum rayonlik Hükümeti, Abdunum rayonlik siyosiy kengash, Amerikaning sobiq davlat ishlari kotibi Pompeoning Şinjanga doir sapsatisi to'g'risida keskin bayonot e'lon qilib, uni kuchlik ayblaydiganligi va uningga qat'iy qarshi turadiganligini bildirdi. Abdum rayonning ofatdan mudofialanish, ofat sinini azaytish, ofatdan qutqizish, bexatar ishlab chiqarish va o't mudofaa bexatarligi xizmati televiziya telefon yig'ini ochildi. Shuhrat Zakir yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Partiya 19-navbatlik markaziy komitetining 5-umumiy yig'inida yezi egiliki yezlarni oldin taraqqiy qildirib, yez kentlarni gullantirishni umumyuzlik olg'a siljitish kerak deb ko'rsatildi. Sanjo oblasti yez kentlarni gullantirish strategiyasini umumyuzlik yo'lga qo'yib, yezi iqtisodiy kasb faoliyatini uzluksiz betib, dehqonlarning kirimini oshirish bo'shligini kengaytdi. Shandong o'lkasi 3-qitimliq markaz Şinjan xizmati suhbat yig'inining ruhini o'rganib va izchillashtirib, ixtisosliklar orqali Şinjanga yordam berishni gavdalik yaxshi tutib, yordamga erishayotgan joyga yuqori sapoliq kasbiy texnika ixtisosliklar qo'shinini tirishib yetishtirib berdi. Hamda tafsiliy mazmunlarni ko'ringlar. Amerikaning sobiq davlat ishlari kotibi Pompeo yaqinda vazifasidan ayrilish oldida asrdagi yolg'on so'zni qilib, Şinjan Uyg'ur musulmonlar va boshqa oz sonli millatlarga qarta irqiy quritish jinoyati va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi deb bo'xton chapladi. Bu xalqaro qonun va xalqaro munosabatlar asosiy mezonini eg'ir dafsanda qilganlik. Jungoning ichki ishlarga eg'ir aralashganlik bo'lib, Şinjandagi har millat xalqining hissiyotiga eg'ir azor berdi. Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti va Şinjandagi har millat xalqi buni kuchlik ayblaydi va uningga qat'iy qarshi turdi. Pompeo Amerikaning sobiq davlat ishlari kotibi turuqliq ochiq oshkor holda biz yolg'on so'zlaymiz, biz aldaymiz, biz o'g'irlaymiz deganni kishilik aqidasi Pompeo Amerikaning sobiq davlat ishlari kotibi turuqliq ochiq oshkor holda biz yolg'on so'zlaymiz, biz aldaymiz, biz o'g'irlaymiz deganni kishilik aqidasi qilib, uningdan nomus qilish u yoqda tursin, aksicha sharaf his qildi. Pompeo mushundoq iflos g'araz bilan har tarafga qutratqulik, zo'migarlik qilib dunyoga nurg'un avorchilik elib keldi. Pompeo xususiy manfaatini talablarcha qo'g'lashib, Amerikaning yuqumda aniq diagnoz qo'yilgan va o'lganlar soni jihatda dunyoda birinchi o'rinda turadiganligini, Amerika omisining "men tinolmay qoldim" degan g'azabli cho'qonlarni ko'zlama ko'rmasga selib, Amerikaga nurg'un ofat elib keldi. Pompeo qarab turib yolg'on so'zlab, Şinjanning siyosati Uyg'urlarni bostirish, majburiy emgak selish, musulmonlarga ziyonkashlik qilish, tug'utni majburiy cheklash, irqiy quritish degandek tuhmatlarni qilib, Şinjanga nurg'un qora sovdi. Dunyoning tinchligini xohlamaydigan bu siyosatvozni dunyo xalqi cho'qim masxara qiladi. Amerika xalqi uningdan qattiq nafratlanadi. Şinjandagi har millat omisi nafratlanib la'nat o'qiydi. Abdunum rayonining Jonghua Xalq Cumhuriyatining terrorizmga qarshi turish qonunini yo'lga qo'yish chorasi. Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonining asabiylikni tugutish nizomi. Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonining din ishlari nizomi. Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti xizmati nizomi. Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonining til yoziq xizmati nizomi. Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonining Nopos va Planliq tug'ut nizomi qatorliq bir qator yerlik nizomlarni tuzib va tuzitish kirgizib, Şinjanning terrorlikqa qarshi turish, asabiylikni tugutish xizmatini boshdan oxir qonunchilik yo'lida ishlashga kapolatlik qildi. Yaqin yillarda biz ilgari bir mazgildagi zo'ravonlik terrorlik qilmishlari ko'p, orqa-orqadan yuz berishda kaskin, murakkab vaziyat oldida xalqaro jamiyatning terrorlikqa qarshi turish, asabiylikni tugutish tajribalaridan o'rnak ilib va uni qabul qilib, bir qo'lda zarba berishni, bir qo'lda oldini olishni tutishda chang turib, 4 yildan buyon hech qanday zo'ravonlik terrorlik delosi yuz bermaslikni amalga oshirib, biz emgak va ishga o'rinlashni ilgari surishni eng chong xalq turmushi qurilishi qilib, barcha amallar bilan muqim ishga o'rinlashtirib, Jonghua Xalq Cumhuriyatining emgak qonuni qatorli qonun belgilamalariga qattiq asoslanib, har millat emgakchilarining o'z orzusi bo'yicha kasb tanlashiga, har millat emgakchilarining turli huquqlariga kapolatlik qildi. Namratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish chingida qat'iy g'alaba qilib, ishkidan g'am qildirmaslik, uchta kapolatlantirishni umumyuzlik amalga oshirdi. Planliq tug'ut siyosatini qonun bo'yicha yo'lga qo'ydi. Uyg'urlar nüfusining ko'payish nisbati butun Şinjan nüfusining ko'payish nisbatidan yuqori bo'lib qolmasdan, oz sonli millat nüfusining ko'payish nisbatidan yuqori, Xanzular nüfusining ko'payish nisbatidan ko'rinarli yuqori bo'ldi. Biz milliy rayon avtonomiyasi tuzumini qat'iy amaliylashtırishda chang turib, har millat xalqining davlat ishlarini boshqarishga barobar qatnashish huquqini kapolatlantirdik.
Her qaysi millatlarning örf odatiga to'liq hurmat qilib, qonun bo'yicha qo'g'dab, har qaysi millatlarning munavvar an'anaviy madaniyatiga vorislik qilib va uni avji oldirib, har qaysi millatlarning o'z millatining til yoziqini ishlatish va taraqqiy qildirish huquqini qonun bo'yicha kafolatlantirdi. Dinga e'tiqod qiladigan ommaning normal diniy faoliyat va din ehtiyojini to'liq qondirib, diniy faoliyat so'rinlari va diniy faoliyat sharoitini yaxshilashiga yordam berib, dinga e'tiqod qiladigan ommaning diniy savodlarini egillash yo'llarini uzluksiz kengaytib, islom diniga sog'lom, tartiblik varislik qilinishiga kafolatlik qildi. Abdunum rayonunun afətdən müdafiəleniş, afət zeynini azaytış, afətdən qutquzuş, bexatar işləp çıxırış və ot müdafiə bexatarlığı xizməti televiziya telefon yığını